Hammaga do'stlar, bugun sizlar bilan Ilhom Yusufjon bo'ladi. Bugungi o'yinimiz hammaga o'sha mashhur PlayStation 3dagi hammaga mashhur tanish o'yin Blur'ni o'ynaymiz. Bu o'yin kompyuterga bor, telefonga ham bor. Men Telegram kanalimda qoldirib ketaman. Sizlarga sizlar ham o'ynanglar. Mutlaqo internetsiz. PlayStation joysticklarim bo'lsa, do'stlar bilan PlayStation pultni ulab o'ynalasizlar. Men botlar bilan o'ynab sizlarga ko'rsatib beraman. Bu o'yin hammaga tanish, o'sha mashhur hammaga tanish o'yin. Kompyuterda va telefonda. Men telefondagini topolsam sizlarga tashib qo'yaman. Sizlarga juda yoqadi bu o'yin. Bitta mana botlar bilan o'ynaysizlar. Poygalar qilsalaring bo'ladi, gonkalar, mashinalar. Короче, eng zo'r o'yin deb o'ylayman. Menga yoqadi mashinali o'yinlar ichida. Otishmalar, shunga o'xshash narsalar. O'tadi, o'qiladi, biqiladi, shunaqa o'yin. Juda grafikasi zo'r o'yin bo'lib, bu o'yin kompyuterlarda hozir men ko'rsatib ketyapman sizlarga. O'ynab qolishlaringni tavsiya beraman. Mana ko'rayotgansalaring juda ham zo'r o'yin. O'z birinchi boshlaganlaringda klaviaturani boshqarish turlari boshqacha bo'ladi. Birinchi tortganliklaringda, yuklab olganliklaringda Q bilan A tugmasida boshqaradi. O'sha Q bilan A tugmasida boshqaradi. Keyin nastroykadan o'zgartirib olsalaring bo'ladi, bemalol. Juda zo'r o'yin. Men hozir W o'sha hamma o'yinlarni o'ynalayotgandaqa qilib qo'yganman. W A S D qilib qo'yganman. Prosta o'yinga gap yo'q. Juda zo'r o'yin. Sizlarga tavsiya berib qolaman. Podpiska, like hammasini bosib tashinglar. Tezlikda. Men sizlarga mana shuna tekin o'yinlar ko'rsatyapman. Sizlar menga podpiskalarni tashib qo'yinglar. Juda ham qiziq o'yin. Mana PlayStation 3da ko'rgansizlar bu o'yinni. Lekin men hozir bu o'yinni kompyuter, telefonlarda ko'rsataman. O'sha tortib ko'rsataman. Tortishni o'rgataman. Prosta podpis tashib qo'yinglar. Podpis, like-da ayamanglar bizdan. Shunday qiziq o'yinlarni men sizlarga tekin qilib beryapman. Juda ham zo'r o'yin. Blur o'yini. Kadoga. Mana bu o'yinda botlar bilan o'ynaysizlar. Sizlar yangi mashinalar ochish uchun shuna o'yinlarda birovlarni mana shunday qilib otib bir-balolar qilishlaring kerak. Keyin mana yerda 1250 ta shuna narsalar yig'asizlar va mana o'zi mana shuna to'layotgan narsa bor. O'sha to'layotgan narsa to'ladi va yangi mashinalar ochilib boraveradi. Juda zo'r o'yin. Men sizlarga bu o'yinni tavsiya berib qoldiraman. Bu o'yinda men Telegram kanalimdan olishlaring mumkin. Men faylni tashib qo'yaman, yo zip qilib, yo oddiy faylda tashib qo'yaman.
bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga xayr deb qolaman. Bugun sizlar bilan Ilhom Yusufjon bo'ldi. Hammaga xayr.